bitta shu plastik kartani 5 yilgacha qamalib ketishing ham mumkin. Tinchlikmi? Nega срочный deb chaqirding? Tinchlik emas, o'rtoq, prokuraturani chaqirishyapti. Ishim xalta. Prokuraturaga? Nimaga? Shu sen bir oy oldin bozor o'tib yurgan paytimda bir yosh katta ayol kelib yordam so'ravdilar. Hop. Kartalarni yo'qotib qo'ygan ekanlar, pulni shuna kartangizga tushirib olaylik, pulni yechib olaylik deb iltimos qildilar bankomatdan. Yoshlari katta ekan, mayli naqd pullari qolmabdi, savob uchun yordam beruvdim. Pulni tushirib yechib berdim qo'llariga. Kecha kuni prokuratura telefon chaqiryapti, prokuraturaga bordim. Borsam, u ayol mashinik ekan. Bir taxminan 50 tacha odamni aldab, 300 million yaqin summani chopib olgan ekan. U chopilgan pullar meni ham kartamga tushgan. Meni kartam yechilyapti bankomatdan. Prokurator sen sheriksan odamga deb meni ham tortyapti hozir. O'sha odam sherik qilib qo'yapti. Men odam bilmayman, tanimayman. Savob uchun qilgandim bu narsani. Esing joyidami? Hozir plastik kartasini begonaga beradigan zamon emas-ku, o'rtoq. Necha marta aytganman-ku senga. Endi sendan ham shu 200 millionni undirishligi mumkin. Uni ustiga katta shtraf to'lashing ham mumkin. Bundan tashqari bitta shu plastik kartani 5 yilgacha qamalib ketishing ham mumkin. Qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilmaydi. Hamma periodlarni bankda izi qoladi-yu, bitta kartadan kartaga o'tgan pullarni ketidan tsepочка qilib tortib olishadi-ku hammani o'rtoq. Bunaqa bo'lishini bilmadim-da. Faqat savob bo'lsin, shu yosh katta ayolga yordam bering, qiynalib tazgina deb qildim shu ish. Yo'q, nima bo'ladi? Endi bu yog'i sud qaroriga bog'liq. Necha marta aytganman senga, yana bir marta qaytaraman. Kartani begonalarga hech ham bermagan. Kartanga begonalardan umuman pullarni qabul qilmagan. Ayniqsa kartani ma'lumotlarini umuman begona saytlarga kiritmagan deb qancha aytganman senga. Esimda. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Men prokuraturani hal qilishim kerak, ma'qul bo'lsa. Qiyin bo'ladi-yu.